go'shtxo'rlar diqqatiga. Har doim choyxona yuradigan, kuchli kaloriyali ovqatlarni iste'mol qilishga odatlangan muntazam hurmatli erkaklarimiz, siz o'zingizda oqsil almashinuvi yoki mochevoy kislotani, CD kislotasini qonda ko'rsatkichini aniqlaganmisiz? Bilasizmi, eng mashhur kinoyimiz bor, serial. Bu Muhtasham saroy, ya'ni Великолепный vek seriali. U yerdagi Sulton Sulaymon serialning oxirida bot kasalligi, ya'ni podagra kasalligiga uchraydi. Nima sababdan? Ular juda ham o'ziga to'q shohlar qatorida bo'lganligi uchun ular juda ko'p go'sht iste'mol qilishadi. O'zlaridan hech narsadan ayashmaydi. Kaloriya, sifat, ovqat darajasi yuqori bo'ladi. Mana shunday aynan noto'g'ri kaloriyaga va noto'g'ri ovqatlanish taqsimlanishi organizmdagi ba'zi bir modda almashinuvining buzilishiga sabab bo'ladi. Birlamchi esa purin almashinuvi, ya'ni oqsil almashinuviga buzilishiga olib kelishi mumkin. Zo'r, yaxshi, sifatli ovqatlanamiz. Endi men sog'lomman, kasal bo'lmayman deb o'ylashingiz mumkin. Aksiga esa siz o'zingizda modda almashinuvining buzilishiga olib kelayotganligini sezmasligingiz mumkin. Albatta, tekshiruvlardan odatlanishga o'ting. Ayniqsa choyxonaxo'r erkaklarimiz bu narsani esdan chiqarmasliklari kerak. Demak, go'shtni ham o'zining me'yori bor. Uni to'g'ri yeyishni o'rganing.